Aynan shu kremimizni sizga tavsiya qilgan bo'lardim. Bu SPF ga 50%li. Quyoshdan siz yuzingizni asrab beradi, chuqur namlantirib beradi va ajinlar tushishini oldini oladi. Va albatta dog'laringiz bo'lsa, dog'laringizni ham ochartirib beradi. Aynan shu kremni siz ishlatib ko'ring. Bu kremimiz juda ham super effektga ega. Jichchigina bir tomchigina olganingizning o'zida yuzingiz bittada oqaradi, namlantiradi, yuzingizni ajinlarga qarshi kurashib beradi. Quyosh nuridan asraydi. 6 soat davomida zo'r himoya qilib beradi yuzingizni. Qo'llaringizga ham sursangiz bo'ladi, buni tanangizga ham sursangiz bo'ladi. No, asosan yuzingizga qalin qilib ikkita barmoq to'ldirib